Uch Qahramondagi 9 sotuvli yerga tushgan 800 salkam 800 kvadratdan iborat imoratimizni korobka holatini bitirib, ichidagi remontlarni hammasini batqulch holatga keltirib uy egasiga topshirdik. Hozir mana uy egasini o'zlarini savolga tutamiz. Qalay, bizning ishlarimiz yoqdimi? Assalomu alaykum avvalambor. Rahmat. Zo'r. Birinchi o'chirtda umuman na usta bilan, na qurilish mollari bilan boshim og'rimadi. Biz ishda bo'lganimizda hammasini o'z vaqtida yetkazib, halol, to'g'ri qilib turdinglar. Boringlarga shukr, rahmat, zo'r. Endi hozirgi kunda mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, imoratimizning fasad qismi, so'killari va devorlarini oxirigacha yetkazib berish, malyarka ishlarini amalga oshirish davom etyapti. Orqa hovlilarda hali ustalarimiz ishlayapti. Endi uni ko'rsatib o'tirmadik. Endi sizga mana o'sha qilingan loyiha, shu paytgacha qilingan ishlar, imoratni qurish, umuman har tomonlama bizning xizmatlarimiz sizga yoqdimi? A'lo darajada va hatto boshqalarga maslahat ham beramiz, shu odamlarga murojaat qilinglar. Endi bu har doim bitta narsa qizuv bo'ladi. Imoratni qanaqa kattaligidan, kichkinaligidan emas, lekin o'sha imoratga ketadigan narx borasida gaplashadigan bo'lsak, bu albatta hammaga qizuv. Birinchidan, korobka holatiga nech pul ketadi-yu, o'sha ichidagi remontiga. Endi buni remontini to'g'risini aytish kerak. Hech qanaqa dizayn ishlamadi bu yerda, ya'ni dizaynerga murojaat qilinmagan. O'sha uy xonadon egalarining o'zligisini, xohishlari, talablaridan kelib chiqqan holda qilingan. Mana shu narsaga nima deysiz? Dizayner kerakmi? Loyiha qilayotganda обязательно loyihachiga murojaat qilish kerakmi? Narxini qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi shu masalada ham. Uy qurayotganda eng asosiysi birinchi o'chirtda hech qanaqasiga yo'q qilib bo'lmaydigan narsa bu yaxshi prorab va yaxshi loyihachiga murojaat qilish kerak. Bizning uyimizda mana yaxshi loyihachi va yaxshi prorab ishlagani uchun xonalarimizning joylashuvi ham ideal darajada, uydagi ish sifati ham ideal darajada. Hatto o'zingizlar brigada, ishchilar brigadasi ham hammasini ishi ideal darajada bir-biri bilan kelishgan holda ishlab, bizga hech qanaqa muammo tug'dirishgani yo'q. Endi yana bitta narsani aytib o'tib ketish kerak, bu обязательно bu imoratda korobkasini biz 2022-yilda yozda tugatganmiz. Mana oradan salkam 2,5 yil vaqt o'tdi. O'sha paytda bu salkam 800 kvadratli imoratga $55,000 ketgan. O'sha paytda mana esingizda bo'lsa, siz bilan gaplashganimizda, endi boshqa prorablarni yomonlash emas yoki kimdir oyog'iga bog'lab turish emas, ular sizga o'sha 80 mingdan yuqori narxi aytishgan, to'g'rimi? Shu imoratda qurib berishga. Bizda o'sha har doimgidek aytaman, fakt bo'yicha ishlaganim uchun ham men, ya'ni ustani narxi naqd, aniq fakt, mana oladigan xizmat haqqim naqd fakt, o'sha keladigan material ham hammasi fakt bo'lganligi uchun imoratimizni mana o'sha yilda $55,000 bitgan. Ya'ni o'sha aytganimdek $80,000 oshiq hisoblab bergan imorat $55,000 salkam 800 kvadratli imorat hozirgi kunda ham daji bu menimcha premiyli narx hisoblanadi. Da, biz qurganda ham umuman hech qanaqa qurilish materiallarida ekonom qilganimiz yo'q. G'ishida ham, armaturasida ham, hatto shu ishlatilgan plitalar ham bular 1 kvadratga 1 tonnadan oshiq ko'targan plitalar ishlatganmiz, esingizda bo'lsa. Esimda hammasi. Hech nimada umuman ekonom qilinmagan. Hamma narsa faqat sifatli ishlatilgan. Mana o'sha qurilish materiallarini ham ko'p joylarini ko'rsatib, o'zimiz topganimizni bo'ladi, bo'lmaydi deb maslahat berib, bepastur qurib berishdi. Rahmat. Salomat bo'ling. Mana o'sha ko'rib turganingizdek, birinchi qilinadigan ishimiz albatta loyiha. Loyihani ham o'sha o'zini ustasi qilish kerak. Prorabga обязательно u men bo'lishim shart emas. Любой bir chizmani o'qish biladigan va qurilishdan xabari bor prorabga murojaat qilib imoratni qurdirsanglar, bu sizlarga ancha-muncha ekonom bo'ladi. Yugur ortiqcha bosh og'riqdan ham, misol uchun yiroqda bo'lasizlar, bemalol o'zingizlarning ishinglarni amalga oshirib, tirikchiligini qilaverasizlar.